Sabrinaga uy berilmaydi, chunki u arzimaydi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina Ozoda Nursaidovaning klipida suratga tushaman deb avariya bo'lib va nogiron bo'lib qolgan qiz uchun butun O'zbekiston va chet el bo'ylab xayriya marafonida pullar yig'ildi. Shu borada yana bir Marat Xayrullayevich va Shahzoda Muhammedovalar Sabrina ismli bu qizga uy sovg'a qilishmoqchi bo'lishdi. Ya'ni bu PR emas. Hech kimga aytmasdan faqatgina ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng uyning kalitini topshiramiz deya kelishib olishgan edi. Bu borada kelishuvda Jasmina Trans ham bor edi. Buni Jasmina Trans Sabrinaga aytganida Sabrina ishonmadi va ular O'zbekistonga qaytib Marat Xayrullayevичga Telegram orqali yozishganini aytishdi. Aytishlari bo'yicha Marat Xayrullayevich SMSlarga javob bermagan. Shundan so'ng Sabrina va uning advokati ularga uy beramiz deya Shahzoda Muhammedova va Marat Xayrullayevich ular o'zlari uchun PR qilishdi. Bizni aldashdi deya video qilib uni chiqazib yuborishdi. Bunga asosan Marat Xayrullayevich ham javob qaytardi. Sabrina ismli qiz menga Telegram orqali yozdi va men buni ishlarim ko'p bo'lganligi sababli bir kundan so'ng ko'rdim va unga javob qaytardim. Siz boshqa davlatda bo'lsangiz, O'zbekistondagi telefon raqamingizni menga yozib qoldiring, operatorlarimiz sizga aloqaga chiqishadi desam, u qiz menga sizga advokatim bilan javob qaytaraman deya qandaydir boshqacha ma'noda yozdi. Men shunda hayron bo'ldim. Men bu qizga majburmanmi? Nimaga bunaqa qilyapti deya hayron qoldim va indamadim. Va bu qizni kuzatishni boshladim. Kuzatuvlarim davomida uning gapirishi, o'zini tutishi bizga unchalik ham yoqmadi. Ya'ni u o'zini xuddi Gollivud yulduzidek tutyapti. Ya'ni biz unga bir uy berib, o'zimizni PR qilmoqchi yoki bo'lmasam qaysidir darajaga chiqmoqchiday ko'rsatyapti. Mayli, men hech kimga bu gaplarni aytishni xohlamagan edim. Agarda PR qilmoqchi bo'lganimda tantanali ravishda O'zbekistonga qaytgan vaqtida video qilib, buni barchaga bildirib ko'rsatgan bo'lardim. Umrim davomida aytgan ishimni qilmaganligim uchun afsuslangan bo'lsam, shu safar shu qizga uyni bermaganim uchun xursandman. Ya'ni bu qizning o'zini tutishi, gap so'zlari bizga umuman yoqmadi. Men hech kimdan xafa bo'lishni yoki xafa qilmoqchi emasman. Faqatgina shuni aytamanki, balki sizga Alloh shuni nasib ko'rmadi. Nasib ko'rganda sizga mana shuncha xalq yordam berdi. Shunisiga shukr qiling bo'ldi. Men bu uyni juda ham muhtoj bo'lgan, farzandlari yetim bo'lgan yolg'iz onaga berishga qaror qildim. Yaqin kunlarda, ya'ni iyun oyida mana shunday bir insonni topaman va bu uyni va'da qilganimday o'sha insonga topshiraman deydi Marat Xayrullayevich. Balki Sabrina ismli shu qiz ozgina sabr qilganida, men bilan aloqaga chiqishni to'g'ri o'rnatganida yoki bo'lmasa menga ham to'g'ri muomala qilganda balki shu uyunga ham nasib qilardi. Men unga yozganimda xuddi men o'zimni majburday his qildim. Ya'ni u Gollivud yulduzi, men esa hech kim unga uy berishga majbur insonday. Kechirib qo'yasiz, men sizdan hech qanaqa majburiyatim yo'q va siz menga aloqaga chiqqandan so'ng advokatingiz bilan birgalikda meni yomonlab video qilib butun O'zbekistonga meni sharmanda qilishga urinibsiz. Shu sababdan bu uyni sizga bermaslikka qaror qildim deydi Marat Xayrullayevich. Va shu bilan birgalikda Jasmina Trans ham o'z videolarida va istoriya postlarida shuni qoldirdi. Barcha ko'rib turganlar meni istoriyamda qoldiringlar, faqatgina voyaga yetmagan farzandlari yolg'iz ona bo'lgan ayollarni telefon raqami bilan menga yozinglar. Albatta Marat Xayrullayevich sizga aloqaga chiqadi deya yozib qoldirdi. Shunday ekan, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring va bizning kommentariyada ham yolg'iz ona bo'lganlar, farzandlari yetim qolgan va uyga muhtoj bo'lgan oilalargagina berilishini aytilgan edi. Siz ham kommentariyada mana shunday oilalarni yozib qoldiring. Bu ro'yxatni biz ham Jasmina Trans va Marat Xayrullayevичga taqdim etamiz. Video yoqqan bo'lsa, video ostida bir dona like tugmasini bosib, video davomini bizda kuzating.